Assalomu alaykum, kanalim obunachilari va kuzatuvchilari. Kanalimga yana bir bora xush kelibsizlar. Sizlarni yana kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun ikki xil mana mahsulotdan, ya'ni krem shantidan tortlar uchun gul chiqazishni ko'rsatib o'tmoqchiman. Tortlarning ustini bezatishga juda ham yaxshi krem bo'ladi. Ko'rsatib o'tganimdek quruq, ya'ni qaymoq krem shantimizni 1 piyolaga yaqin qo'shib oldim. 1 piyola muzday suvni quyib oldim. Yaxshilab mikserda ko'pirtirib olamiz. 2-3 minut oralig'ida ko'pirib chiqadi. Juda ham tez tayyor bo'ladi. Tortlarning ustini bezatishga yaxshi, tortlarning orasiga surtishni tavsiya qilmayman, chunki ko'piksimon bo'lganligi uchun uncha ham yaxshi maza chiqmaydi. Ya'ni ta'mi boshqacha chiqadi. Lekin gul chiqazish uchun juda ham ishonchli krem. Mana hozir rang qo'shib ham ko'rsataman. Hech qanaqa o'zini shaklini yo'qotmaydi. Yarmini olib oldim mana kremni. Shunaqa quruq rang yoki suyuq rangdan foydalanamiz. O'zingizlarga, xohishingizlarga qarab, rangi qanaqa xohlasanglar shunaqa chiqquncha rangdan qo'shasizlar, ya'ni to'qroq, ochroq xohishingizlarga qarab qo'shishinglar mumkin. Mana endi gul chiqazib ko'rsataman. Juda ham formasini yaxshi ushlaydi. Krem shanti menimcha hamma davlatda topiladi. Bitta pachka olib qo'ysanglar, anchagina tortni bezatishga yetadi. Bu tortni ham retseptini albatta tayyorlab chiqazaman video tarzida. Mana endi yana yarmiga oranjiviy rang qo'shib oldim. O'zbekistonda suyuq rang topa olmadim, shuning uchun qurug'idan foydalandim. Lekin hech qanaqa mana ko'rsatib o'tganimday o'z formasini yo'qotgani yo'q. Juda ham yaxshi chiqadi. Agar yana cho'kib qolgiday bo'lsa, lekin cho'kmaydi. Cho'kib qolsa yana bir marta ko'pirtirishinglar mumkin. Mikserda toki tortinglar tayyor bo'lguncha ko'pirtirib, yaxshi holatga, yana qattiq holatga keltirib, bemalol foydalanishinglar mumkin. Juda ham qulay krem. Ishonchli. Bu videoyim ham sizlarga foydali kelgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Kelgusi videolarimgacha omon bo'linglar.